Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Bu safar meni hamma aytganimga kirasizlar, tushunarlimi? Juda jonimga tegdi. Mayli, sizlarga yangi vazifa, uni o'ldiring. Kerak bo'lsa butun o'rmonni yo'q qiling, lekin daraxtsiz kelmang. Do'stlar, shu joy yaxshi ekan. Nima bo'ldi? Biz bu yerga birinchi bo'lib keldik. Yo'q, men buni shunday qoldirmayman. Tumshuq bu kechirasiz. Menga orangizdan bittangiz kerak, meni rejamni amalga oshirish uchun. Birodar, xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Do'stim, sening vazifang ularni shunchaki chalg'itish. Tushunarlimi? Birodar, qo'rqmasang-chi, hammasi yaxshi bo'ladi deyapman-ku. Qani, rejani boshladik. Qochdik do'stlar, qochdik. Xo'p, hozir hammasi reja bo'yicha va mana chiqdi. Juda yaxshi. Rejamiz ish berdi. Do'stlar, endi ichkaniga olg'a. Stop. Qanaqasiga senda toj? Hali sen sotqinmisan? Senga shuncha yaxshilik qildik. Senga o'zimizning vazifamizni senga ishonib topshirgandik. Va albatta men sen doim oldingda bo'lgan edim. Hali shuncha qilgan yaxshiligimizga shunday javob berasanmi? Yaxshi bo'lmadi. Birodar, nega yig'layapsan? Nima, qiz bolamisan? Yo'q, men bu yerdan chiqib ketmasam bo'lmaydi. Senga nima kerak? Kichkintoy, meni qutqar. Yaxshi. Do'stlar, bu yerdan tezroq qochish kerak. Xo'p do'stlar, menda reja bor. Sizlar ularni chalg'itib turishinglar kerak. Xo'sh, nima deysizlar? Xavotir olmanglar, men sizlarni bir o'zingizni tashlab ketmayman. Qani, nimani kutyapsizlar? Olg'a. Mana chiqish yo'li ham. Tezroq qochish kerak bu yerdan. Va nihoyat toza havo. Voy la'nat sotqin, sen bilan hali yana uchrashaman. Bolalar, uzr. Aynan menga kerakli narsa. Bolalar, sizlarga ish bor. Endi sizlar menga bu nimasi kulgili? Endichi kulgilimi? La'nati, nimalar qilib qo'ydi? Menga jityalar kerak edi. Do'stlar, to'xtab turing. Mana do'stlar, sizlarga shinamgina uy. Qani tezda kiring. Xo'p, tekshirish vaqti yetdi va buncha ko'p. Yaxshi, meni sodiq jangchilarim. Endi sizlar menga bo'ysunasizlar. Xo'sh, endi nima deysan? La'nat sotqin. Ushlang uni. Yaxshi, juda yaxshi qafas chiqibdi. Olib kelyapsizlarmi? Va nihoyat, xo'sh sotqin, endi o'zingdan ko'r. Mayli, uni yo'q qilish vaqti yetdi. Sen raketani ishga tushir. Men bir narsani o'ylab qoldim. Biz qanday tirik qolamiz?